Denov shahar sohil Qizilsuvni bilasizlar. Xo'p, bu tarafi mana Yakkasaroy yangi ochilgan to'yxonadan kiraverishda kelganda svetofor chorrahadan tushib o'ngga burilganda ushbu ko'rib turgan 4 sotikli pastda mana do'kon qismi bemalol mana yo'lda ustiga do'kon qilib faoliyat olib borish uchun juda qulay qurilgan. Ushbu 4 sotikdan salgina katta bo'lgan uy sotiladi. Xo'p, xonadonga kirganimizda ko'ryapsiz, ishga turgan holatda gazoblokdan qilingan. Narxini shu ko'rib tursalaring oxirrog'ida aytaman. Bu yoqda ikkinchi qavatda 5 ta xona tayyor. Bu tarafi mana boyagi darvozadan do'kon qismidan kirib kelganda bu ham tayyor turibdi-da, shuni olib ishlatish kerak. И podval qismi. Podvalning o'zida ham bitta xona, ikkita xona. Bu hisoblasak 3 ta xonasi bor. Xo'p, podvalda chiqqanimizda bu tarafda ikkinchi qavat, ya'ni podval bilan hisoblaganda bu 3-qavat hisoblanadi. Asli ikkinchi qavatda tayyor katta oila uchun mo'ljallangan ushbu 5 ta xona sizni kutmoqda. Ya'ni bu taraf xo'p detskiy xona yoki spalniy xona uchun mo'ljallangan. Bu yer detskiy xona, sanuzel ya'ni hojatxona, dush uchun tashlangan. Xo'p, mehmonxona bu yer. Xonalar ham kengish. Katta qilib qurilgan. Zal va yana bitta. Umumiy 5 ta xonadan iborat. Yarim chala. Undan tashqari pastga tushganimizda hozir alohida yana ichkarida ham uyi bor. Ya'ni kirganingizda uy. Mana o'sha darvozadan kirib kelamiz. Bu taraflar yarimchala va bu tarafida to'g'rida yana bitta shunday go'zal sizni uy kutib oladi. Dehqonchilik uchun mo'ljallangan yer maydoni bor. Xo'p, xonadon egalarini o'zi yashashmoqda hozir. Bu taraf oshxona, bu tomon ovqatlanish xonasi qilingan. Ko'ryapsiz, bu yerda ham 2 qavatli qilib uy qurilgan. Xo'p, hojatxonasi. Bu tarafda tandir, qozon, o'choq mo'ljallangan. Tepadagi katta xona bor yana. Umumiy hisoblaganda uy 10 xonadan ziyod. Umumiy hisoblaganda. Buni podvalida bu yerda sanuzel dushi joylashgan. Saray qilib qo'yishibdi. Uyning egalari uy narxini xo'p $95,000 deyishyapti. O'zi $100,000 kelishilgan, lekin 95 lar qilib beradi. Yanada konkret, realniy oladiganlar bo'lsa agar gaplashib o'tib beriladi. Shundagina yo'lda usti markazda joylashgan uy. Oluvchilar bo'lsa, telefon raqamlariga telefon qiling, batafsil ma'lumot berib o'tamiz. Sizlar bilan Denov Makleri.